Şərqi Türkistan Milli Körüşünün yeni yüzlənişi haqqıda. Abdori Professor Doktor Alimcan İnayet. Şərqi Türkistan davası uzun müddətlik milli körəşdir. Körəş nişanı Xitaydan təl töküs müstəqil boluşdur. Şərqi Türkistan davasının diasporada ötken asırның 50-ci yıllarda başlanğanlığını Eysa Yusuf Abdekinbeg, Məmtimin Buğra Hazret qatarlıq peşvalarning favqulodda ajr va tirishchanligi natijasida Turkiyada tonilib dunyoga yuzlanganligini, bugun Turkiyadala emas, Yevropa, Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya qatarlıq qit'a va davlatlarda ilib berilayotganligini, naiti kichik va tar muhitda bilindigan holatdan Amerika va Yevropa parlamentida, Birleşken Devletler Teşkilatı'da va dunyo matbuotida so'z temisi bo'lib, kun tartibga keladigan bir holatga kelganligini, kundan kunga ulg'ayib va kengayib, kuchlanib ketayotganligini demismi hammamiz bilamiz. Diaspora nuqtasidan kichik va oz bo'lmagan bu utuqlarning qo'lga kelishida nurg'unlagan pidakor o't yurak yigitlarning, jon pida qahramonlarning ajr amgiki bo'libmi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligida shahid bo'lgan qarindoshlarimizning qini, jazo lageri va turmalarda qamalib yotgan millionlagan begunoh xalqimizning savri bor. Albatta. Lekin şumu bir amaliyatki 70 yıldan beri ko'rsatilgan bu tirishchanliklar, sarf qilingan bu emgaklar Şarkı Türkistanning siyosiy manzarasida ko'zga ko'rinarlik cho'ng bir o'zgarish paydo keltirolmadi. Ahvol kundan kunga ig'irlashib, xalqimiz bugun munqarz bo'lish girdoviga kelib qoldi. Milyonlagan qarindishimiz jazo lagerlarida tutilib, turmalarga qamalib yotadi. Hammamiz tengirqash ichida nima qilishni bilolmay gangrab turibmiz. Psixologiyamiz chechilib ketdi. Bugun nima qilishimiz kerak? Nima qila olamiz? Qanday qilamiz degan savollar bilan beshimiz qaytayotgan bir mezgilda Xitoyda o'tirg'i chiqqan yangi korona vabosi butun dunyoga yamrab, bizni emas, insonlik olamni vahimaga selib qo'ydi. Bundan keyin vaziyatda qanday o'zgarish bo'ladi, nima bo'ladi, qanday bo'ladi, bularni hozirdan taxmin qilish tez. Mutaxassislar bu vabodan keyin dunyo sistemasining burunqiga o'xshash bo'lmaydiganligini, siyosiy va iqtisodiy sistemalarda, davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda, kishilarning, jamiyatlarning turmush va tafakkur shaklida tubdan o'zgarish bo'ladiganligini, dunyoviy va rayon xarakterlik iqtisodiy raqobat va harbiy to'qinishlarning yuz berdiganligini, siyosiy tuzum va qurilmalarning yangidan shakllanganligini taxmin qilishmoqda. Shakllangusi bu yangi dunyo sistemasining da'voyimiz uchun qanday fursat, imkon yoki qiyinchiliklarni elib keladiganligi haqida bir narsa deyish uchun baldir. Yer sharilashish davom qilib, dunyoviy hamkorlik to'rlarining kengayishi yoki bo'lmasa milliy chegara va tamlar bilan ayrilgan o'lis davlatlar kuchlanib, millatchi, bekinmichi va hokim mutlaq tuzumlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Mayli qandaqli bo'lmasin, Sharq Turkiston da'vosi haqidami yangidan o'ylanishga, tafakkur qilishga, yangi ahvol bo'yicha yangi usul va yo'llarni izlab tepishga to'g'ri keladi. Men Turkiya misolidan bu haqda o'ylaganlarimni qarindoshlarim bilan o'rtoqlashmoqchiman.
Birinchi, keng qanotliq bir üst qurilmani hosil qilish kerak. Türkiyədə hazır 50-60 min nüfuzluq bir Uyğur cəmiyyəti mövcud. Şərqi Türkistanlıq, Qazaq, Qırğız və Özbək qərindaşlarını көзді tutqanda, bu nüfuz 70-80 mingdən eşishi mümkün. Bir cəmiyyətnin siyasi, iqtisadi, dini, мәдениеті, марипи və сәхияси қатарлық сахаларда hər xil ehtiyoc və məsələlərning bo'lishi təbii. Bu ehtiyoc və məsələlərə asosan vahbə, cəmiyyət və dərnəklərning qurilishi təbii. Növbətdəki ahvolga qaraydigan bo'lsaq, nurg'un vahbə və cəmiyyətlər qurilib, bularning o'z oldiga faoliyat elib berayotganligini ko'ramiz. Bu fəaliyyətlər namoyish o'tkazish, o'quvchilarga o'qish yordam puli berish, cho'ng va kichik doirada yig'in echish, leksiya so'zlash, ilmiy muhokama yig'ini tartiblash, internet televiziyasi qurish, jurnal chiqarish, televiziya programmalar tayyorlash, hukumat va partiya mas'ullari bilan uchrashish, ularga doklad sunish degandek mazmunlarni o'z ichiga oladi. Bular dava uchun keraklik va foydaliq muhim faoliyatlardir. Afsuslanarligi shuki, hozir nurg'un jamiyat va tashkilotlar orasida aloqa va hamkorlashish ro'yi ojiz yoki yo'q deyarlik. Turkiyada butun jamiyatlarga vakillik qiladigan, butun Sharq Turkistonliklarni o'z ichiga oladigan keng qanotliq bir ust organ mavjud emas. Bir tashkilot uyushtirgan faoliyatga yana bir tashkilot ovoz qo'shmaydigan, jamiyatlar, hukumat va partiya mas'ullari bilan bo'ladigan uchrashishlarga ayrim boradigan, o'xshash bir da'vo, o'xshash bir masalani hammasi o'z nuqtai nazari va ideologiyasi bo'yicha farqliq tushundiradigan ahvol mavjud. Buning natijasida davlat va hukumat mas'ullari qaysi tashkilotni ilishni bilolmay qelyotidi. Shunga hozirgi eng muhim masala ommaviy tashkilotlarni bir qanot ostiga to'playdigan bir ust organni hosil qilishdir. Butun tashkilotlarimiz bu ust organning bir tutash planlab uyushtirishi orqasida harakat qilishi, ichki ishlarda mustaqil davlat va hukumat bilan bo'lgan munosabatlarda ust organga bo'ysunish kerak. Ust organning rahbarlik hay'ati demokratiyalik usulda saylanishi, qarorlik vazifa o'tash tuzumi yo'lga qo'yilishi, ochiq-oshkora va hisob bera oladigan bo'lishi kerak. Buning uchun qarindoshlarning shaxsiy his-tuyg'ularini, shaxsiy tamollarini, shaxsiy adovatlarini, shaxsiy hisoblarini va shaxsiy munosabatlarni bir chetga qayirib qo'yib, vatan va millat uchun bir yerga jam bo'lishi, o'rtaq masalalarni bir arada muzokara qilib, millatning dardiga darmon tepishi, o'rtaq kurash strategiyasini bekitib chiqishi kerak. Ikkinchi, siyosat sohasida yangi bir bo'sish hosil qilishimiz kerak. Bugunga qadar Turkiyada milliy da'voyimizni partiyalar ustida tutishni shuar qilib kelgan edik. Bu pozitsiya bilan bir natija hosil qilolmadik. Natija bermagan usul, vosita va pozitsiyalarni o'zgartib, yangi yo'llarni tepishimiz yoki ichishimiz kerak. Qarindoshlarimiz milliy da'voga ijobiy qaraydigan partiyalarga a'zo bo'lib kirishi, birli partiya emas, Turkiya siyosatida ta'sirga ega boshqa partiyalarga a'zo bo'lib kirishi, siyosiy partiyalarning har darajalik tashkilotlarda aktiv vazifa elishi kerak. Saylamda ovoz tashlash huquqiga qarindoshlarimiz agar shartlar to'ssa nomzod bo'lishi, sharti to'shmasa ovoz bermoqchi bo'lgan nomzodlar bilan ko'rishib, ba'zi talablarni sunishi kerak.
Mümkün bolsa, Türkiyədə Şərq Türkistanlıqlar arasından parlament əzası çıxırışının yol və taktikalarını izləb tepişimiz kerak. Şunun bilan birgə, yaşlarımızı siyasət bilimləri sahəsində oqışqı rəğbətlendirişimiz, yuqori səviyyəlik siyasi yollarının yetişib çıxışığa fürsət və imkan yaratıb berişimiz lazım. 3. Xalqaralıq məhkəmələrə ərz sunub, Xitayning irqiy qirg'inchilik haqida sud etishini talab qilishimiz kerak. Xitay hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga qaratgan siyosati xalqarada ta'riflanib qabul qilingan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga kirdi. Hammaga ma'lum bo'lgandek 1948-yili 12 ayning 9-kuni Parijda o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida A26 3-nomerlik qaror bilan qabul qilinib 1951-yili 1-ayning 12-kunidan e'tiboran inovatga ega bo'lgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'sish va jazolantirishga doir kelishimning 1-moddasida kelishimga qo'l qo'ygan davlatlar mayli tinchlik, mayli urush mezgilida bo'lsin, to'sish va jazolantirishga doir va'da bergan irqiy qirg'inchilikni xalqaro qonun bo'yicha jinoyat deb qaraydi deb yozilgan bo'lsa, 2-moddasida bu kelishim bo'yicha millat, etnik, irqiy yoki diniy bir guruhni qisman yoki butunlay yo'qotish maqsadi bilan tövəndəki qilmishlarning har biri irqiy qirg'inchilik jinoyatiga kirdi. 1-guruhga mansub kishilarni o'ldirish, 2-guruhga mansub kishilarga jismoniy yoki zehniy jihatdan jiddiy zarba berish, 3-guruhning hammasini yoki bir qismini jismoniy jihatdan yo'qotish g'arzi bilan turmush sharoitini qasddan o'zgartish, 4-guruh ichida tug'utni to'sish maqsadi bilan tadbir elish, 5-guruhga mansub bolalarni majburiy holda boshqa bir guruhga yo'tkash deb yozilgan. Kelishimning 3 va 4-moddalarida irqiy qirg'inchilik qilish, irqiy qirg'inchilikqa hamkorlashish, qatnashish va irqiy qirg'inchilikni tashabbus qilish harakatlarining jinoyat hisoblanadiganligi, jinoyat sodir qilgan mas'ul rahbar yoki kadr yoki shaxs bo'lsa-mu jazolantiriladiganligi aniq yozilgan. Shunga advokatlarimiz, qonun sohasida o'qib yetishgan ziyolilarimiz bu masalani atrofli tekshirib, tadqiq qilib, xalqaro sudlarga arz sunib, da'vo etishni jiddiy o'ylab ko'rish kerak. Turkiya Hoji Bayram Vali Universiteti o'qituvchisi, qonunshunos professor doktor İlyas Doğan muallimning bu haqda tayyorlik qilayotganligi ma'lum. Muallimni ehtiyojli bo'lgan har turli dalil isbot va hujjat bilan ta'minlash va uningga hamkorlashishmo tashkilotlarimizning vazifasi. 4. Media va tashviqotni texnik kuchaytirish kerak. Tashviqot eng kuchli qurolimizdir. Televizor, gazet, jurnal va ijtimoiy taratqulardan planliq, nishonliq va unumlik foydalanishimiz kerak. Bu yerda shuni unutmasligimiz kerakki, to'g'riliq kuchdir. Tashviqotda haqni, to'g'rini so'zlash, amaliyotni mubolag'a qilvatmaslik. Texmi muhimi yolg'on yoki soxta dalil yoki material ko'rsatmaslik kerak. 10 masalaning 9'ida haqni so'zlab, birsida yolg'on so'zlab qo'ysak, to'g'ri bo'lgan 9 masalamo yolg'ondek bo'lib qoladi. Shunga bu nuqtaga alohida diqqat qilishga to'g'ri keladi. Saxta va yolg'on ma'lumotlar jamoatchilikning, davlat va hukumatlarning haqliq da'voyimizga gumon bilan qarshiga sabab bo'lib qoladi.
5. Ommaviy diplomatiyaning kuchi va rolidan foydalanishimiz kerak. Mayli Turkiya va boshqa davlat va rayonlarda bo'lsin, Sharq Turkiston davosini qo'llagan, dastak bergan yozuvchi, shoir, tadqiqotchi, olim, san'atchi, futbolchi, muxbir, televiziya, radio programmachi, muloyizachi, davlat organlari va ommaviy tashkilotlarga tashakkur aytish va ularni taqdirlash. Davayimizning davomi, izchilligi va taraqqiyoti uchun intayin muhim. Tashkilotlarimiz maxsus hay'at tashkil qilib, imkoniyatning bericha ziyorat faoliyatlari o'rinlashtirishi lozim. 6. Jamoat fikri va besimi hosil qilishni muhim nishon qilishimiz kerak. Hammaga ma'lumki, bizning Sharq Turkiston davosida tanlagan va tutgan yo'limiz hozircha qurolliq kurash yo'li emas. Demokratiyalik, tinchlik kurash yo'lidir. Vatan sirtida elib berilayotgan faoliyatlar Sharq Turkiston xalqiga bevosita emas, vositaliq ta'sir ko'rsatish xarakteriga ega. Diasporadagi faoliyatlarning maqsadi kishilarning hissdoshligi va qo'llashini qo'lga keltirib, jamoat fikri va besimi hosil qilish. Shundaqla bu orqali davlat va hukumatlarning siyosat va qaror mexanizmiga ta'sir ko'rsatish, hukumatlarni milliy davoyimizga foydali qarorlarni elishga zo'rlashdan iborat. Masalan, Türkiye Tashqi ishlar ministrligining o'tgan yili 2 oyda Xitoyga qarshi bergan bayonoti mushundaq jamoat fikri va besimi bilan bo'lgan. Diasporadagi faoliyatlarning buningdan keyingi nishoni davlat va hukumatlar vositasi orqali Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kun tartibiga elib kelishdan iborat bo'lishi kerak. 7. Farzand tarbiyasini strategik bir masala deb bilish kerak. Sharq Turkiston davosi uzun muddatlik davodir. Bu davoni bizdan keyin keladigan yangi nasllarga sog'lom va puxta bir shaklda o'tkazib berish uchun farzand tarbiyasiga, yosh o'smirlarni o'qitishga alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Farzandlarga ana til o'rgatish, yoshlarni o'qishga yetaklash, o'qiyotganlarga yordam berish va o'qish bitirganlarni ilgirlab o'qishga rag'batlantirish strategik ahamiyatga ega bir masala. Chunki milliy davoning kelgusidagi tayanch kuchlari bu yoshlardan chiqadi. Bu yoshlar millatning va milliy davoning kelgusi va umidi. Oxirida demoqchimanki, Sharq Turkiston davosi uzun muddatlik, murakkab va mushaqqatli bir davodir. Vatanimiz atil mustaqil bo'lib ketadigandek umid va hayajon bilan kurash qilishimiz. Shundaqla vatanimiz 50 yil yoki 100 yildan keyin mustaqil bo'ladigandek sabr va ishonch bilan yo'limizni davomlashtirishimiz kerak. 2020 yili 1 aprel Türkiye İzmir'da yezib tamamlandı. Manba Uyg'ur Akademiyasi torbetidan elindi.